Janub qutb to'g'riliq qanchalik qiziqsizlar. Nimishqa odam yashamaydi, nimishqa inson yo'q gerçi biz shunda zishtim qo'shsaqmi. Ma'lumot joylashgan Antarktika, ya'ni Janub qutb. Endi bu yerdagi Janub qutbni insonlarni toki 1909-yilgacha bayqalmagan. Shu vaqtning o'zida Yevropa sayyohlari kemiga o'ltirib mangan vaqtning o'zida tasoddifiy bayqalib qolgan. Mandaqmi cho'ng bir quruqlik baka. Asli bizda bu quruqlik emas, manda yana baka deb bayqalgan. Biroq Janub qutbni hammamiz bilamiz, butunlay muz. Bu yerning yillik o'ttirish temperaturasi qadin tovan 25 gradus. Endi bu yerda üsüdigan üsümliklermi asasen yok, avamı intayin şalan, asasen adamın yaşıga mas kelmeydi. Bırak bu Janub qutb to'g'risidagi her xil rivayetler, efsaneler, o bu gap sözler intayin köp. Mesela aldığın sandı degan getlerini mi Ay Sharqqa geçip ketdi, Argentinaga ketdi, yeni bir qisda Janub qutb ketgan degan qarashlarmi bor. Aldın qatimga vaqtimizda Buda lagoning o'zi yer shari markaziga kiradigan bir eshigi bor, shuning ichida degan. Yeni bir sizlarni anglagan bo'lganlar, ya'ni Janub qutbda mushunda eshikning natisi bor, Janub qutb orqali yer sharining yadrosi yeni bir dunyoga kirgili bo'ladi degan qarashlarmi intayin ko'p. Endi bu Janub qutbda bir qancha davlatlarning bazasi bor, bulutmi Amerikaning hammamiz anglagan. Amerikaninki mushat bir ushqisidan oshkorlanishicha bu Janub qutbga doim bordigan bir yukchikka, ya'ni aeroplan şoförü. Bu her qatim bağa vaqtimizda bularning ikki bazasi varki A, B deb atsak, endi bu yerdagi B bazadan yeni bir ustiga mangan vaqtda bir rayon, cheklangan rayon ekan. Buni hukumat taraf ushquchilarga bu yerga kirishga bo'lmaydi, bu yerda havo qilayotgan aeroplan kirishing yo'qolib ketdi, anda qo'yib ketdi, manda qo'yib ketdi deb har xil qo'rqitishlar tufayli bular kirmaydi ekan. Lekin bir qatimliq jiddiy qutqizish hodisasida Janub qutbdagi ma'lum bir rayonga berish uchun A bazadan B bazasida bağlı bo'lmaydi. Araliq intayin yiroq. Shuning uchun A bazadan B bazaga berib, bu yerda aeroplanga bir qatim yiqilg'u qochilab, anondan o'tadigan vaqtingizda amal yo'q bu lükçük shu cheklangan uchburchak rayondan o'tgan. Biroq bu yerdan o'tgan vaqtning o'zida bular boshqa bir narsalarni ko'rib qolgan. Ya'ni bu yerda intayin cho'ng bir o'nkir ham yer markaziga intilgan. Ham bu yerda har xil uchar taksiya, g'alati uchar jismlarning, har xil mashinalarning kirib chiqqan mushundaq narsani bayqab qolgan. Biroq damalliqqa aeroplanning surati bo'lg'achqa buni suratga tortib olish, filmga evildigan bundaq ishqa ulgurmay qolgan, tasodif bo'lib uchirg'achqa. Keyin qaytib kelgandan keyin bu intayin so'z cho'chak bo'lib ketgan, lekin bular yotlig'ida mush to'g'risida munozir qilishayotgan vaqtda bular o'zi hozirgacha ko'rib boqmagan bir shanshav, bir amaldorning birisi kirib bu yotoqning o'ziga bular qattiq ogohlantirish bergan. Sizlar hech nimani ko'rmadinglar, hech nimani bayqamadinglar. Bu yerga sizlar berib boqmadinglar. Bu gap chiqqasi bo'lmaydi. Oshkorlanib qolsa deb shundaq tugagan. Hamda bu ushquchilarmi buni o'z vaqtida oshkorlashga petinamagan, biroq keyin pensiyaga chiqqandan keyin har xil taratqulardan mo'sh to'g'riliq uchurlarni chiqqandan keyin belgilik bir qism uchurlarni bularni oshkorlayotgan. Undaqda sizlarmi bu Janub qutb to'g'riliq qandaq bir uchurlarni anglab baqqan, har xil so'z cho'chak, afsona to'g'riliq yoki yer sharini yumloq demay yer shari yopiloq. Janub qutb degan buningki eng sirtidagi muz shundaq o'rab turgan deganni anglaganmi? Bu mazmunlar qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olsanglar davomli munoziralashamiz.